Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programımızın 51. soniga hoş geldinglar. Bugün biz hökumətimizin baş ministri Abdulahad Nur Damallamni vaziyat ve muloyiza degan temada söhbetimizge taklif qildik. Abdulahad Nur Damallam söhbetimizge hoş geldiniz. Rahmet, hoş bulduk, rahmet. Rahmet. Gapni men yana ishdan başlay. 12 oktyabr devletimiz Şarkı Türkistan'ın matam günü. Bu gün için Amerika, Kanada, Şvetsiyada namoyish qildik. Siz Kanadadagi namoyishga boshchilik qildingiz ve tolumu fasohatlik nutq so'zladingiz. Siz Qashqar xalq madrasasida olgan sap ve mol diniy bilimingizdan sirt yana Uyg'ur, Arab, Faris, Türk tiliga pishiq. Davarimizning xalqaralashish ehtiyoji tufayli inglizcha tilningmi o'tishdan chiqib ketyapsiz. Bu paket hükümetimizin seviyesinden vahim yeydiganlarga cevap bulup kalar dep oylayman. Yana iş. Her birimiz can beqishdan sırt hükümetinin hizmetini beja keltiryapmiz. Siz hükümetimiz uyushtirgan tarbiyalash programmasidan chikkina o'tdingiz gelip bizga to'lim yaxshi o'rganish fursati yaratib beryapsiz. Ulug' Allah ajringizni katta qilib bergay. Xitaylarning eng cho'ng yelisining biri avlodni ajdoddan ayirish. Ya'ni har davr kishilarning orasiga tom so'qish, hang qizish. Agar muhojiratdimi atalmish yoshlarga vakillik qilayotgan bir uchumlar cho'nglarni inkor qilishga urinsa, kichikkina aqli bor inson uchun bu kulkilik o'yin bo'lmasmi? Hayır, biz her ishni insonlarning aqliga murojaat qilamiz. Bizning baş ministrimiz Abdulahad Nur Damallam özümüzge xos alayda madras ma'rifimizda tarbiyalangan. Bizning diniy aqidamizga to'g'ri varislik qilgan, falsafa va klassik adabiyot tarbiyasiga to'liq muyassar bo'lgan. Ajdodlarimizning yo'lini bizga yoritib bera oladigan, oz uchraydigan yetik yo'l boshchilarimizning biridir. Endi biz so'z navbatini Damallamga o'tinamiz. Marhamat Damallam, aldığımızdaki Cumhuriyet günümüzde hükümetimiz kurulganlığının 20 yılını hatırlaştığı ibaret çoğun işimiz duruptu. Bu işin ahmiyet topluluk sözle pekam olsunuz. Rahmet, Cüret efendim. Aldığımızda hükümetimiz kurulganlığının ki 20 yıllıkını hatırlaştığı ibaret çoğun bir işimiz var. Bunun ahmiyeti diye vaxtında qarindoshlar aldı bilan şu hükümetning ahmiyetini tushunishga to'g'ri keladi. Hükümet degan gap biz Uyg'urcha ishlatamiz, turklarmi ishlatadi, arablarmi ishlatadi. Yıldız noktasının arabcha kelime. Bir davlatning nomidan veya bir millatning nomidan hukm beradigan organ degan gap, bir organ. Bundaq hükümet bizning dinimizda hükümet bo'lmasa bo'lmaydigan farz vazifalarning qatorida turadi. Bizningki dinimizga qarasak, diniy falsafalarimizga qarasak, diniy olimlarimizningki siyosatchilarning butun hukmlariga qarasak, bir millatning hukumati bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi. Chunki hukumat bo'lmasa chuvalchaqlik kelib chiqadi. Chuvalchaqlik boyada davomli anarxizm hokim bo'ladi. Anarşizm bayada xalqning baxt saadati bo'lmaydi. Shuning uchun bu anarşizmni to'sash uchun, xalqning baxt saadatini qo'lga keltirish uchun har qachon hukumat bo'lishi shart. Aslida bu hukumat vatanimizni tartqizib qo'ymagan bo'lsak, Xitoy tajovuzchilari vatanimizni besib olmagan bo'lsa, vatanimizda bo'lgan bo'lsa, bu hukumatimizning orqasida vatandagi xalqimiz bo'lgan bo'lsa, resmi bir hükümet hesablanan bo'lardi. Afsus, ming afsus, vatanimiz ishg'oliyat ostida qoldi. Xalqimiz yetim bo'lib qoldi. Yetim bo'lganlikni az degandek, xalqimizning boshiga irqiy qirg'inchilik keldi. Bu irqiy qirg'inchilik yaqinlam zamonda boshlagan bir irqiy qirg'inchilik emas. Xitoy tajovuzchilari vatanimizni besib kirgandan tortib irqiy qirg'inchilikni zodi boshlagan. Unda bo'lgandan keyin xalqimiz hicret qiladiganlar hicret qilib sirtqa chiqadi. Qalanmaganlar shu ishda qoldi, davomli irqiy qirg'inchilikqa uchradi. Shuning uchun
bizning Sharqiy Turkiston surgundi hukumatiga ehtiyojimizning borligini bizning xalqimiz tunib yetdi. Tunib yetib 20 yilning oldida dunyoning hamma yeridan xalqimizning ichidan tanlangan vakillar kelib Sharqiy Turkiston surgundi hukumatini qurdi. Qurilgan vaqtda hammamiz hayot shunday mamnuniyat bilan qarshi oldik. Xo'sh bo'ldik. Yaxshi xabarlar chiqdi. Mushu Sharqiy Turkiston surgundi hukumatini qurgan şu burunqi rahbarlardan, qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Chunki ular xalqimizning ehtiyojini bilib yetib, xalqimizning maqsadiga, murodiga uygun shaklda bir Sharqiy Turkiston surgundi hukumatini qurib chiqqan. Endi bu hukumat qurilgandan keyin izchil holda Xitoy tajovuzchilarining nishoniga, hujumiga aylanib qoldi. Hujum nishoniga aylanib qoldi. Xitoy istixboroti butun kuchi bilan bu hukumatni yo'q qilishga tirishdi. Butun o'zininki istixborot og'izlari bilan hukumatni har turli kichiklashtirish, kuchaklashtirish, yaramas ko'rsatish nimalar bilan bo'ldi. Hukumat uncho'lab ketdi, buncho'lab ketdi deb hammamiz bilamiz necha yilni yoqi bir hukumatning bir xodimi xatolik o'tkazsa, hukumatdan chiqarib etilsa yoki bir insonning hukumat shartlariga mos kelmaganligi uchun millat vakilligiga ilinmasa, bu har bir inson hukumatdan chiqarilgan chog'da hukumat manchulab ketdi deb davron qildi Xitoy o'z og'zilari bilan. Bu Sharqiy Turkiston surgundi hukumati Xitoyning quyrug'iga bosqachqa, Xitoy g'ingshiydigan yerida quyrug'i bosilgan itmi g'ingshiydigu, g'ingshiydigan vaqtda hukumat ustidan shu Xitoyning og'zidan g'ingshishlar chiqdi. Mevlana Jaloliddin Rumiyning bir gapi bor. Itninki quyrug'iga dessam, ovozi og'zidan chiqdi deb. Sharqiy Turkiston surgundi hukumati qurilgandan tortib Xitoyning quyrug'iga dessagachga Xitoyning ovozi og'zidan chiqib kelyapti. Bu hukumatni puchaklashtirish tirishgan, yo'q qilish tirishgan, manchulab ketdi deyish orqali xalqimizning hukumatning atrofiga jug'lishni to'sab qilish uchun harakat qilganlarning hammasi deyilmagan vaqtdami asosli ko'p sonliqi shu Xitoy og'zi. Shuning uchun bu hukumat bek muhim bo'lg'achqa Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatida bek muhim bo'lg'achqa Sharqiy Turkiston davosini xalqaralashtirishda hukumat saviyasida olib berish uchun eng muvofiq organ bo'lg'achqa Xitoy tajovuzchilarininki hujum nishoniga aylandi. Xitoyning hujum qilishining sababi hukumatning bek muhim bo'lganligidan bo'ldi. Shuning uchun biz bu qatim hukumatning 20 yilligini qilaylimi, qilmaylimi degan qarorni qilishga vaqtimizda biz dedik bunda bir faoliyat, siyosiy faoliyat olib berish uchun pul ketadi. Onlayn qilaylimi deb baqdik. Ammo keyin o'yladikki, biz pul kesimi buni qilmasak, bu Sharqiy Turkiston surgundi hukumatining ahamiyatini xalqimizga tushundirmasak, xalqimizni bu hukumatning atrofiga olishga va hukumatni qo'llashga chaqirmasak bo'lmaydi ekan degan maqsadda surgundi hukumatning ahamiyati bek yuqori bo'lg'achqa mush 20 yillik xotirlash faoliyatimizni 11 oyning 11-12 kunlariga 13 kunlariga to'g'irlab siyosiy faoliyat olib berishni planladik. Ahamiyatining bek yuqori bo'lganligidan bu hukumat bilan xalqninki qon bilan go'shtdek bir bo'lmasa bo'lmaydiganligini his qilganligimizdan chiqim zo'r bo'lsa-mu, eg'ir bo'lsa-mu, zahmatli ish bo'lsa-mu, mush faoliyatni qilaylik dedik. Ahamiyatining muhimligidan. Rahmat. Endi Cumhuriyet günümüzde ahdimizga asosan hukumatimizning kimlik tarqitish marosimimiz bor. Bu kimlik uchun qalbimni hayajon qoplab turdi. Kimliklarimiz tayyor bo'ldimi? Kimlik bizga nima tushuntirdi? Rahmat. Jurat efendim, kimlik tayyor bo'ldi. Kimlikning qanday bir kimlik ekanligini ko'rish uchun Sharqiy Turkiston surgundi hukumatiningki to'g'ri kirib qarasam, shu boshdalam Saud Damollamninki kimligi o'rnak sifatida ko'rsatilgan shu yerda shu ochib
kimlikning nima ekanligini, qanday ekanligini, qanday uchurlarning borligini shu kimlikdan ko'rsak bo'ladi. Bu kimlikning ismi hamda inglizchada National Identity Card deyiladi. Bizda shu milliy kimlik karti. Bizda shu kimlik deymiz endi vatanda. Vatanda bizga kimlikni Xitoy bergandan keyin Shinfeng jo'nabi nomi bilan nurg'un insonlar Shinfeng deydi. Biz kimlik deymiz. Ammo biz Sharqiy Turkiston surgun hukumatidan berilgan kartning ismi milliy kimlik karti. Bu web saytimizda bor, shu yerdan ko'rib olsak bo'ladi. Endi bu kimlik kartini chiqarishninki nima zaruriyati bor deyilgan vaqtimizda qarindoshlar kimlik kartininki zaruriyati shuning uchun. Chunki o kimlik karti yani eti ustida kimlik karti kimligimizni ko'rsatadigan kart. To'g'ri. Ya'ni o'zimizning Sharqiy Turkistonning fuqarosi ekanligimizni ko'rsatadigan kart. O'zimizga bir tavallik his qildiradigan kart. Biz hozir Sharqiy Turkiston xalqi vatandan ayrilgandan keyin vatandan chiqishda Xitoy pasporti bilan chiqdik, bir dushmanning pasporti bilan. Vatandan chiqqan yoqi o'zimiz turayotgan davlatlarda iqomat olish uchun haq yalvadik. Kimlikka zar bo'ldik. Ular kimlik vergandan keyin pasport olamiz deb boshqa davlatlarning pasportini oldik. Hozirga qadar mayli vatanning ichida bo'layli, vatanning sirtida bo'layli, bizga bir kimlik kartiga, o'zimizning kimlik kartiga ega bo'lamadik. To'g'ri. Shuning uchun bu kimlik kartini o'zligimizni xotirlasin, o'zligimizni eslasin, o'zimizga qaytishga yordamchi bo'lsin deb o'zligimizni eslatish maqsadida chiqarildi. Bunun ma'naviy qimmati bek yuqori. Ma'naviy qimmati bek yuqori. Haqiqatan. Ammo moddiy qimmati yuqori bo'lmagan bilan ko'rib baqsangiz shundoq chiroyli. Odamning ko'riblam odamning ishlardan shundoq bir yig'ilg'isi keldi, shundoq ta'sir qiladigan yaxshi bir kart bo'ldi. Buni hamda xalqimizga taqdim qilish uchun tayyorlikni qildik, tutdik. Endi mushqatim shu 11-oyning 12-kunidagi 20 yilligimizni xotirlash shu faoliyatda oldi bilan tajriba sifatida millat vakillariga taqdimiz, millat vakillarining oilalariga taqdimiz. Anadan keyin uni taqib bo'lgan yoqi boshqa qarindoshlarning fikrini olamiz. Miya obdan bo'libdi yoki miya xato bo'lib qolibdi, miyani o'zgarsak bo'lgan deydigan fikr talablar kelsa, uninga ko'ra bo'lmay qolib qolsa xalqimizga tarqitish 11-oydan keyin boshlanadi inshaalloh. Endi bu kartninki ahamiyati bek cho'ng. Endi buni hozir men suhbatda deb o'tsaq milliy kimlik kartining tashviqotini qilgan bo'lamiz. Uni shunchalik so'zlayli. Ish qilib faxrlanadigan bir ish. O'zimizning kimligimizni o'zimizning yangi ko'tarib yurish bir ruhiy jihatdan faxrlangandek bir ahvol. Shuning uchun bek yaxshi xizmat deb o'ylayman. Rahmat. Bu bizningki haqiqiy kimligimiz qo'limizga kelishning oldidagi tunji qadam deb o'ylaymiz. O kunni biz nayt bir faxrli kun 11-oyning 12-si qo'limizga oldirgan shu kunni nayt faxrli bir kun deb o'ylaymiz. Shu kunni taqozolik bilan kutyapmiz. Rahmat. Endi bu qitimliq Amerika poytaxti Washingtonda bo'lgan bu xotir kuni faoliyatimiz xalqqa ochiqmi? Albatta xalqqa ochiq. Chunki bu faoliyat zaten siyosiy faoliyat. Hem Sharqiy Turkiston surgun hukumatining 20 yillikni xotirlash deganda o'zimiz xotirlash emas, shu xalqni xotirlatish maqsadida. Ey Sharqiy Turkiston xalqi, sizlarning bir surgunda bo'lsa-mu bir hukumatingiz bor. Bu hukumat ki bizning ehtiyojimiz bor, bir jasadning ruhga ehtiyoji bo'lganidek. Biz Sharqiy Turkiston xalqining bir surgunda hukumatga ehtiyoji bor. Ma hukumatinglarga ega chiqinglar deydigan mesaj berish maqsad bo'lg'achqa albatta xalqqa uchiq bo'ladi. Shuning uchun xalqimiz hukumatimizningki nimasini ahamiyatini tunib yetishimiz lozim. Qarindoshlar bir hukumatni endi tushuntirish uchun
bir narsaga o'qitib tushuntirishga to'g'ri kelsa, hukumatni bir insonga o'xshatsak, masalan, insoniyat dunyosini yoki bir millatni bir insonga o'xshatsak, xalq bir insonning badaniga o'xshasa, hukumat shu insonning mingisi. Nima uchun degan vaqtda hukumat xalq vakillaridan, millat vakillaridan yig'ilgan xalqning vakillari tarafidan saylanadigan bo'lg'achqa, xalq vakillari xalq tarafidan saylanadi. Lekin hukumat rahbarlari shu xalq tarafidan saylangan millat vakillari tarafidan saylangachqa shu xalqning mingisi hisoblanadi. İnsonningki bütün harakatlarini mingi kontrol qiladi-ku. Putning vazifasi mingish. Shu ming buyruq qo'ygachqa mangadi. Qo'lning vazifasi tutish, ish qilish, mingi buyruq qo'ygachqa qiladi. Mingi kadin chiqib ketsa yoki mingi yo'qolib qolib ketsa, mingidan boshqa bütün a'zo mukammal bo'lgan taqdirdami u insonni to'liq inson degili bo'lmagandek, qarindoshlar. Bir xalqning, bir millatning aqliga vakillik qiladigan, aqidasiga, orzusiga vakillik qiladigan shu hukumat bo'ladigan bo'lg'achqa, bu hukumat e'tirof qilinmasa, xalq tarafidan desteklanmasa yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun haliqi badandan ayrilib qolgan mingami kerak ekanmaydi, mingidan ayrilib qolgan badanmi kerak ekanmaydi. Shuning bilan mingi bilan badan o'rtaq ishlashi shart bo'lgandek, bir hukumatning hukumat bo'lishi uchun, o'z funksiyasini ado qila olishi uchun hukumat bilan xalq birlashmasi bo'lmaydigan bo'lg'achqa, shuning uchun bu qatimqi bu siyosiy faoliyat xalqimizga tamoman ochiq. Shuning uchun butun dunyoning har qanday yeridan, har qanday tashkilot, har qanday shaxs kelalaydigan bo'lsa kelib, qatilib, yaxshi fikrlari bo'lsa berib, tanqidlar bo'lsa qilib, qaytib kelsa mamnuniyat bilan qarshi olamiz. Rahmat. Barliq xalqni bu faoliyatimizga taklif qilamiz. Har qandayinglar kelish imkoniyati bo'lsa, kelsanglar bosh ministrimiz degandek qarshi olamiz. Chunki bu sizlarning hukumatinglar. Sizning bilimingizdan ko'ra biz bir narsani oydin qilib o'tishni loyiq topdik. Meşruiyet degan so'zning asli manbasi va ma'nosini so'zlab bergan bo'lsangiz. Meşruiyet Uyg'urchamizda qaysi so'zga to'g'ri keldi? Hukumatimizning mash'uriyatiga chiqilganlik bizning qizil sizqimizga chiqilganlik bo'ladi. Marhamat. Rahmat. Hukumat degan shu mashru bo'ladigan bo'lg'achqa hukumat deyiladi. Mashru bo'lmasa uni hukumatni deyilmaydi. Shuning bilan bu mashruiyat kalimasini endi biz Uyg'urchada qo'llanmaymiz. Bu Uyg'urcha bir kelime emas. To'g'ri. Buni tegi Arabcha kelime. Arablarmi bu qo'llanadi, Türklarmi bu qo'llanadi. Asosan mashruiyat islomiy bir kelime. Bu kelimenin asli şeriat yıldızından çıkıyordu. Bunu meşru kılgıçının ismi şari deyildi. Bizning dinimizde şari faqatlam Allah ve Allah'ın Resulü deyildi. Kanun çıkarıp mavu toğra deydiğini, mavu hata deydiğini, mavu yaxshi, mavu eski, mavu çıraylık, mavu set, mavu halal, mavu haram, mavu meşru, mavu gayri meşru deydiğin menbe Allah ve Allah'ın peygamberi. Bunun ismini bizning dinimizde şari deyildi. Endi şu şari'nin mani qilsang buludu deb ruxsat bergan ishlarini meşru' deyiladi. Yani qonunluq degan gap. To'g'ri. Buningdan chiqqan kelimani biz islomda shariat deb qo'llanamiz. Islom shariati deymiz-ku, shariat deb qo'llanamiz. Shariatni uyg'urchalashtirgan vaqtimizda yo'l degan gap. Yo'l, shariat yo'l. Meşru' degan yo'lluq. Yo'l ko'rsatilgan, mush yo'l to'g'ri deb tasdiqlangan narsa degan bo'ladi. Endi buni nima uchun bizning dinimizda ba'zi narsalarni meşru, ba'zi narsalarni g'ayri meşru deb bundoq araydi degan vaqtimizda bizning yaratquchimiz, koinotning, olamning yaratquchisi bo'lgan Alloh biz insonlarni yaratib, ma dunyoga yaratib bo'lib,
bizni Darussalamga chaqiradi. Hmm. Allah Kur'an-ı Kerim'de deydi ki Vallahu yed'u ila darissalam ve yehdi men yeşâ'u ila sıratın müstakim. Sadakallahu azim. Allah ey insaniyet sizlerini Darussalamga chaqiradi, sizni davet qiladi. Sizga davet evatdi, Darussalamga kelinglar ve dünyada yaşamay Darussalamda yaşanglar deb davet evatdi deydi. Dünya degan gap Adnaning en kichikletilgan shakli, en tuven seviyedagi hayot degan gap. Darussalam degan gap, assalom degan Allohning ismi, Allohning sariyi degan gap. Allohning sariyi. Assalom Allohning ismi. Yana birisi islomning ismi assalom. Islom sariyi degan gap. Islom sariyi qaysi degan vaqtda jannat. Allah bizga biz uchun hozirlab tayyor qilib qo'ygan abadiy baxt saodatga to'lgan jannatning ismini yana Darussalam deydi. Allah bizni abadiy muhatap qabul qilib bizni jannatda yashitib davomli diydorlashib turayli, jamollashib turayli degan maqsadda bizni Rabbimiz Darussalamga chaqiradi. Darussalamga chaqirgandan keyin biz qanday qilamiz? İnsanlık bu acizlik holatimiz bilan bilmaymiz. Bilmagandan keyin Allah bizga yo'l ko'rsatadi. Ve yahdi men yeşâ'u ila sıratın müstakim. Allah o'ziga yaragan bandalarni sırat-ı müstakimga, yani dağdan bir yo'lga Allah hidayet qiladi. Darussalamga berishimiz uchun nayt dağram mustahkam bir yo'l kerak bizga. Şu yo'lni, şu dağdan yo'lni sırat-ı müstakim deymiz-ku. İhdina sıratal müstakim. Her gün dua qilamiz. Ey Allah bizni dağdan yo'lga, to'g'ri yo'lga başla deb Allah'a dua qilamiz-ku da namazlarimizda. Şu sırat-ı müstakimning ismi bizning dinimizda shariat deyiladi. Shariat degan Darussalamga borilgan cho'ng dağdan yo'l degan gap. Shuning uchun endi nima uchun bu hukumatni mashru deymiz? Bu Darussalam bilan shariat bilan hukumatning nima aloqasi bor degan vaqtda qarindoshlar. Hukumat bo'lmasa bo'lmaydigan vazifalarning birisi bizning islom dinimiz, ya'ni Alloh tarafidan, Allohning payg'ambari tarafidan hey millat, hey qavm, sizlar erkin yashamasanglar bo'lmaydi. Azat yashamasanglar bo'lmaydi. Mustaqil yashamasanglar bo'lmaydi. Chunki bu yerda dag'dam yo'lda minolmaysizlar. Chunki boshqalarning tagida qolsanglar, ostida qolsanglar, düşmanlar sizni dağdam yo'lda erkin mang'ili qo'ymaydi, jannatga bog'li qo'ymaydi, do'zax so'raydi. Shuning uchun mustaqil yashashinglar kerak. Mustaqil yashash uchun millatni bir arga ekiladigan, millat nomidan hukm chiqaradigan, millat nomidan harakat qiladigan bir hukumat lozim deb bu hukumat qurishni bizning dinimiz farz qilib, gardimizga vazif qilib yuklab qo'ydi. Şu bizning dinimiz bunu bizga farz qilib yuklab qo'ygandan keyin bu hukumat qurish zodi azaldan Alloh tarafidan mashru bir vazifa sifatida bizga berilgan bir vazifa. Unda bo'lgandan keyin bu hukumatning mashruiyati dinimiz tarafidan tartishilmaydi. Dinimiz nuqtasidan hukumat qurishimiz farz, vazifa. Unda bo'lgandan keyin bizning dinimiz nuqtasidan, Allah ve Allah'ның Resulü nuqtasidan hukumatning mashruligida hech qanday shak shubha yo'q. Bunday ahvol ostida endi vijdonimizdan so'rab boqaylik. Vijdonimizcha bizdek Sharqiy Turkiston xalqining vatani munqarizlab ketgan, ishg'oliyat ostida qolib qolgan bizdek bir millatning hukumati bo'lishi to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Adolat tuyg'umiz bilan so'rab boqaylik. Elbette vicdanımız için doğru. Özümüzde insan deb qarasak, bizga o'xshash yana bir insonlar tarafidan ishg'ol qilinib, ularning ostida yashash to'g'rimi, to'g'ri emasmi degan vaqtimizda axloqiy nuqtadanmi hukumat qurishimiz to'g'ri, tajovuzchilarning tagida yashashimiz to'g'ri emas. To'g'ri. Axloq nuqtasidanmi hukumat qurishimiz mashru, vijdon nuqtasidanmi mashru, islom nuqtasidanmi mashru. İnsanlık noktasında zaten bütün insaniyet her bir milletinin, her bir kavmin özünün milleti oluşunu zaten kanunlarda yazıqlıq, xalqara kanunlarda mı yazıqlıq. Unda bo'lgandan keyin xalqara nuqtadan aytgan vaqtda işgaliyet aslida qolgan,
zulüm ostida qolgan, bo'lapmi irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bizdek bir millatning o'z hukumatimizni qurib, o'z xalqimizni yetaklab, mustaqilligimizni asliga keltirish huquqimiz bor har qanday qonuniyatda. Unda bo'lgandan keyin hech qanday nuqtadan bir hukumatning mashru'ligi tartishilmaydi. Tartishish şu en tüven dereceге düşüge vaxtında en aklap dige vaxtımızda şu nadallık. Bu mesela bunun arkasında başka yaman niyet var diyen gep. Aşı Xitaylık hükümetini yok kılanmay suikastını kıldığı o suikastının bir partisi dişki doğru geldi. Şunun için bu öz halkı tarafından 20 yılının aldığı kurulgan bir hükümetini hazır günde meşruiyet namıda üzümü bilmeydiğen bir kelimenin ortaya çıkarış arkalık bunu ortaya sürüş yaxşı niyetinin ifadesi emas. Şunun için hükümet her kaçan meşru tartışış ketmeydi. Rahmet. Rahmet. Pek yaxşı cevap verdiniz. Asas bilen, felsefe bilen, tarih bilen, din bilen. Bunun asli düşündürüş hiç qanday gap ketmeydi. Hem hükümetimiz barlıq Şərqi Türkistan fuqarolarının mənfəəti üçünmü, yoki ma'lum yurt, ma'lum top üçünmü? Nima vəcidən hazırki zamandamı yurtbozlikning paranglari chiqadi? Asli bu so'rashga tegishli savol emas edi, ammo hayronlik ichida bu savolni sizdan yurtbozlik to'g'risida so'zlab bergan. Aslida hem sormaslik kerak bo'lgan bir savol, hem insonlarning xotirasiga kelib qolmaslik uchun unutilib ketish tegishli bir ish. Ammo buni shu Xitoy unutilmaydi bizga. Chunki dushman har qachon dushmanligini qiladi. Dushman bizni har qachon parchalashga tirishdi. O dushmanga yordam qilib, shaytonmi bizning qalbimizga har turli vasvasalarni qilish orqali yurtvozlik qilish, shu parchalanishga yotadigan yomon illat bo'lg'achqa shaytonmi davomli futuratib turadi. Shuning uchun bu yurtvozlik qilish axloq nuqtasidanmi yomon bir illat, islom nuqtasidanmi yomon bir illat. Shuning uchun bek uzoq turishimiz bo'lgan bir illat bu. Uzoq turishimiz kerak bo'lgan bir illat bu. Endi bunda yurtvozlik masalasi chiqqan vaqtida bir millat cho'kadi. Buning misol berishga to'g'ri kelsa, Peygamber Aleyhisselam peygamber bo'lib kelgan chog'da Arab millati cho'kaklikdi. Shu yurtvozlik tufaylidan cho'kaklikdi. Yurtvozlik chiqib davomli urush bo'ladi. Maqsad nima desa, paloni jutliq manda qahramon xalq, paloni jutliq qo'rqoq xalq, paloni jutliq undaq bundaq deb har yurtda o'z kallasi bo'yicha baho berib xalqlar. Anandan keyin u bahoga ko'ra o'zini yuqoridab qolganlar biz manda qilsak tuvan qolamiz deb fitna chiqarib, fitnaning natijasi urushga aylanib, birsini o'ltiradigan holat shakllangan. Normalda urush chiqsa qanday bo'ladi desa, tugula urushqa vaqtida yetib patman nima zarar bo'libdi degandek, eng zarar ko'rdig'ini urush chiqqan vaqtida urushga qatnashmaydiganlar bek zarar ko'radi. Masalan, ayollar zarar ko'radi urushda, kichik bolalar zarar ko'radi, yashanganlar zarar ko'radi. Chunki urush oladigan kuchi bo'lganlar o'zini qo'g'dash nima bo'ladi? Urushqadek kuchi bo'lmaganlar o'zini qo'g'dayolmagandan keyin butun zarar shu ma'sum insonlarga keladi. Millat shuning bilan qalbi nafratga to'ladi. İttifaqlik degan narsa mumkin bo'lmaydigan holatga kelib qoladi. Buni hamda Xitoy psixologlarini bilgachga, ularni tarixni bildigan bo'lg'achqa, bizni qanday qilib parchalaymiz degan maqsadda shunday yurtvozlikni Xitoy chiqardi. Endi Peygamber Aleyhisselam zamanidagi u insonlar qanday bo'lib bundan qutulgan degan vaqtda, bular shu Arab shu Quraysh mushriklari boshda yig'inachilar Darun Nadvada. Yig'inachi qarindoshlar bu urush bek uzun so'zlab ketdi. Asrlardan beri shunday urush qilib kelyapmiz. Nüfusimiz azlab ketdi. Seviyimiz bek tushib ketdi.
Şunun için bir teşkilat kurup, şu zulümge karşı turulgan bir teşkilat kuraylı. Kim zulüm kılsa şununla karşı turaylı, kim mezlum bolsa şunu yüleyli dep müşrikler canıda. Aş cahiliyet devrideki Arap müşrikleri canıda zulümge karşı teşkilat kurdu. Bu teşkilatın adı Hilful Fudul deyildi. Hilful Fudul Muhammed Salih Damullarının tercümesine göre hayriyet uyuşması da tercüme kıldı. Şu hayriyet uyuşması kuruldu. Hayriyet uyuşmasının asaslık programması neydi? Kim başta hücum kılsa, bugünden tartıp uruşunu toktattık. Bunundan keyin kim uruş başlasa, hemmimiz birleşip uruşunu başlagan karşı turumuz. Kim jutbazlık kılsa şunun karşı turumuz. Kim zulüm kılsa şunun karşı turumuz dep Hilful Fudul teşkilatını kurdu. Şu çağda Peygamber Aleyhisselam 20 yaşta. Peygamber Aleyhisselam bu teşkilat katnaşıdı. Katnaşıp o da zamanla ötep gitti. Onun için Peygamber Aleyhisselam 40 yaşga kelgende peygamber oldu. 13 yıllık Mekke hayatını ötküzüp hicretke mecbur olup Medine'ye hicret kıldı. Medine'de İslam devletini kurdu. Nurgun cihatlarını kıldı. Galibelerini, muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. 60 yaşlarga etrafıga kelgen vaqtida Peygamber Aleyhisselam şu yaş vaqtidagi şu Hilful Fudul teşkilatıga a'zo bo'lgan vaqtini xotirlab kaşki aşındaq bir teşkilat yana kurulsa, hazırmı aşındaq bir teşkilat kurulsa, men yana davet kılsam, hazırmı yana kirgen bolat deyim deydi. Peygamberlik salahiyeti bilen. Bu nimini düşündürdü dese karındaşlar. Bu yurtvazlık diyen Mekke müşrikleri gibi yaraşmaydıgan bir narsa. Müslümanға o esli yaraşmaydı, Mekke müşrikleri gibi yaraşmaydıgan bir narsa. Onda bo'lgandikin peygamberlik salahiyeti bilen zulümge karşı kurulgan bir teşkilatga kiriş Resulullah hazır davet kılınsam hazır kirttim diginiga qaraganda İslam tarafından yurtvazlıkның ne kadar yaman ekanligi müşahidin isbotlanadi. Şunun için zulümge karşı bir teşkilat bulup kalsa ki bizdeki hükümetimiz teşkilat emas, bir hükümet anındaki zulümge karşı mücadele kılayotgan bir hükümet Şarkı Türkistan halkını azat kılımız, Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini esliga keltirimiz davatkan bir organ. Bu Şarkı Türkistan'ın canıcan menfaatiga, dünya ve ahiretlik menfaatine vekillik kılavatkan bir organ bo'lgandikin, bunda organga karşı yoki bu organның içinde yurtvazlıkның bo'lishi qabul qilg'ili bo'ladigan bir ish emas. Bu hozirgi zamandagi 21 asrdagi insonlarga emas, shu o'z vaqtidagi Mekke mushriklarining shu jahiliyat vaqtidagi ahvoliga uyg'un kelmaydigan yomon bir ahvol bu yurtvazlik. Shuning uchun yurtvazlikdan uzoq turishimiz lozim. Vijdonimizdan o'ylab boqaylik qarindoshlar. Shu vatanimizning har qanday yeridan Uyg'urlar bo'lmasin, boshqa millatmi bo'lsin. Shu o'zimizniki qarindosh Sharqiy Turkistonga yerlik millatlar deymiz-ku. Sharqiy Turkistonning mensuplari nimamiz farqli, hammamiz o'xshash insonlar. Bir yerda tug'ilib qolganga boshqa yerga kulib ketadi. Masalan, Kanadaga keldik, Kanadada bolalarimiz tug'ildi. Ular Uyg'urlikdan chiqtamdi, Sharqiy Turkistonlikdan chiqtamdi, chiqetmaydi. Biz baribir yurtning nerede tug'ilsak tug'ilayli, nerede yashasak yashayli, biz Sharqiy Turkistonlik o'zimizning millatiga mansub insonlar biz. Unda turuluq xalq yurtni bahona qilib, sen bu yerlik deyish jaholatdan boshqa narsa emas, nadonlikdan boshqa narsa emas. Eng tuni bo'lmasa shu yomon niyat yoki buyruq ijro qilishdan kelayotgan narsadan boshqa ish emas. Bek yomon bo'lib keladi. Pek yaxshi tushuntirib berdingiz. Yurtvazlik qilganlarni butun xalq birlikda chiqarib tashlash kerak deb o'ylayman. Buning bizga akildigan ziyndan boshqa hech qanday foydasi yo'q. Bu pek odatli hukm edi, ammo bu yerda so'zlashga majbur bo'ldik. Hamda Cumhuriyet kunimiz ve hükümetimizin 20 yıllık hatır günü münasebeti bilen halkımızga qanday bir hitabınız var? Merhamet. Rahmet. Qarindoshlar, biz Sharqiy Turkiston xalqining vatani biz bir, hammamizning vatanimiz bir ayni. Biraz burun deyishdik. Bu bo'lsa bizning Sharqiy Turkiston. Millatimiz bir.
Mesela biz atayımız özümüzni Uygur deymiz. Kazaklı özünü Kazak deydi, Kırgızda Kazak, Kırgız deydi, Özbekli Özbek deydi. Normalde hemimiz Türk ırkıga mensup. Milletimiz bir. Bizning qarindoshlar bayrog'imiz bir. Bayroq nimaning simvoli? Shu davlatimizning birligimizning simvoli. Bayrog'imiz bir. U bo'lsa ay yulduzli ko'k bayroq. Hammadan can aladigan yeri bizning yaratquchimiz bir. U bo'lsa Allah, hammamiz Allohga e'tiqod qilamiz. Hammamiz Allohni rozi qilaman, Alloh rizosi uchun ishlayman deydigan uchun insonlar. Allohimiz bir. Bizning tilimiz bir tilda so'zlashimiz. Xushmaslik qilib qoldimki deyli desak, o'xshash tilda so'zlaymiz. Tilimiz bir. Bu tilmi bizni bir tutganga yetadigan eng yo'g'on nuqtalarning birisi. Buningdan mı yo'g'ini dinimiz bir. Hammamiz musulmon islom diniga e'tiqod qiladigan insonlar. Bizni yetaklaydigan kitobimiz bir. Bu kitobdan aqida birligimiz, ideya birligimiz chiqadi. Hammamizning qiblimiz biz, qarindoshlar, qiblimiz bir. Rahbarimiz bo'lgan payg'ambarimiz bir. Bizni aqida va ideya jihatdan bir yerda tutib turgan yuzlarcha asosiy omil bor. Agar sanab kelsak, yuzlarcha omil chiqadi. Masalan, Allohning bizga payg'ambar alayhisolamning o'rgatgan 99 ism bor. O'rgatmagani necha ming. Aş Peygamber Aleyhisselam bizge sanat bergen 99 isminin her bir ismi Allah'ın başka nerselerge ifadeleydiği isimleri. Yani bizim nemige ihtiyacımız bo'lgan bo'lsa, Allah şu ihtiyacımızı qamdaş üçün şu ihtiyacımızın karşılığında bizge bir isimni oturup koyarlık. Ey bendem, eğer mandak ihtiyacın olan olsa senin Allah'ının mandak ismi var. Manın ihtiyacın olan olsa mandak ismi vardır. Allah'ın her bir ismi bizge ihtiyaçlarımızı hatırlatış arkalı hatırcam kılıdı. Bizden Allah'ımızın mandak alaydığı vakin emes mi der. Allah'ımızın birliği bizge yüzlerce birlikini elip geliş yetidiğen aşında birliklerimiz var. Hem de şundakla bizden birbirimizden ayrım bulup aladigan hiç kandak bir sebebimiz yok. Mesela ayrım bolayla ayrılıp giteyli desek sebep boğdak hiç kandak bir sebep yok. Yani meşru bir çömüş çıkıdek bir sebep yok. Ama bizde pekatla düşmanımız Xitay tecavüzçileri, Xitay istihbaratı her xil hili neyranlar bilen bizni parçalap kelyapti. Hili neyran. Xitayning 36 hilisi var o. O'qib baqsaq bilamiz Xitoyning qanday inson qalbidan chiqqan neyrangoz maxluqlar ekanligini. Allah her u Allah'ning la'nati bo'lsin bu Xitoylarga. Bu Xitoylar bizni har xil hiri neyranlar bilan parchalab kelyapti. İstihbarat uyullar bilan parchalab kelyapti. Qarindoshlar bizning istihbaratimiz yo'q. İstihbarat bek keng soha. Bu psixologiyadan tartib nurg'un biz o'ylab bakmagan sahalarni o'z ichiga oladi. Unda bo'lgandan Xitoy istihbaratining minglarcha biz uchun ishlaydigan psixologlar var, tadqiqotchilar var. Mush Uyg'urlarni Sharqiy Turkiston xalqini qanday qilib yo'q qilib, Sharqiy Turkistonni qanday qilib yutib olamiz deydigan, har kun plan tuzadigan, planlarni ko'zdan kechiradigan mutaxassislar var. Bizga qarshi to'g'ri. Bizga qarshi turadigan. Maaş istihbaratçılarının uyulları bilen bizni parçalaydı o. Aldaş arkalık parçalaydı o. Gollaş arkalık parçalaydı o. Davamlılık bizni ayırıp geliyordu. Yani bizni tehdit kılış arkalık. Suikast kılış arkalık. Şantaj kılış arkalık. Parçalayıp geliyordu. Kanday kılıp tehdit kılıdı. Onu kılmasan ya maaşını kesemen deydi o. Ya ki vatandaki şirketlerini takayman deydi o. Ya ki bo'lmasa canını suikast qilaman deydi o. Her türlük şantajlar qilish arqali bizni ayırıp kelyapti. Ailemizni, tuqqanlarimizni görögeli bilish arqali ayırıp kelyapti. Mesela etrafımızga qarab baqsak xeyli obdan deydigan odamlar var. Mesela qarab baqsak axloq to'g'ri tuzgun,
qarab baqsaq har qatim jamilarga berib namozlarni joyida ado qilayotgan, her türlü qarab baqsaq o'zimizdan taqvo ko'rinadigan insonlar bor. Ama bu insanlar Sharqiy Turkistonlik mustaqillik harakatiga yaqin kelmay yurgulik. Nima uchun? Eni yo'qmiki desek, so'zlaydiganni qo'yapmiz. Tarixdan bir tarafdan tarixdan so'zlaydigan gap, siyosatdan so'zlaydigan gap, biz maydonga kelib qolsak, gap bermaydigan darajada so'zlaydigan insonlar bor. Ama siyosiy harakatga yaqin kelinmaydi. Nima uchun? Yama yeridan tutuqliq. Ailesini, tuqqanlarini qo'rqitish orqali shantaj qiladi Xitoy. Va tuqqanlaringdan arilib qolsa deb qo'rqitdi. Yoki bo'lmasa iqtisodiy jihatdan zarar tortsa, paloniyatga uylarini uni qilib yetamiz, buni qilamiz deb qo'rqitdi. Xitoy tajovuzchilarining bunda qonunsiz axloqli shantajlarga bo'yin egmaydi qarindoshlar. Chunki u dushman. U dushman shu bizni bo'yin ekkizish uchun. Düşman şu bizni boyun ekkizish uchun shunday qiladi. Boyun eksak bo'lmaydi. Bizning Alloh tarafidan berilgan mustaqilligimizni asliga keltirish vazifamiz bor. Mustaqilligimizni asliga keltirish haqqimiz bor. Bu bizningki insonlik vazifamiz. Mustaqil yaşaş, mustaqilligimizni asliga keltirish, vatanni qo'g'dash vazifasi o'zimiz va ailamizni qo'g'dagandimi büyük va ulug' vazifa bu. Shuning uchun shaxsiy manfaatni yoki oilaviy manfaatni deb vatan manfaatidan va mustaqil yashash sharafidan voz kechish, vatan millatga xoinlik qilganlik bo'lib qolmasdan, yana Allohga osiylik qilganlik bo'lib hisoblanadi. Dünya ahiretlikimizni veyran qilganlik bo'lib hisoblanadi. Allah hammamizni dunyo va oxiratda bunday rezillikdan qo'g'dab qolsin. Amin. Shuning uchun Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik orzusiga uyg'un da'vo qilayotgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Sürgün Hukumati qurilganligining 20 yilligi munosabati bilan Sharqiy Turkiston xalqiga shunday xitob qilgan bor. Kompüterningki tok tugab ketdi darhol qanisa. Yuzlagandek turdi hozir. Bir minut özür dilerim. Demak tok qilaylam deb diqqat qilmabdi. Kompüterningki token qo'g'dab qilish uchun 1 minut. Rahmat. Onşaldı. Elhamdülillah. Qarindoshlar, özür dilerim. Hammamizning mustaqil yashash haqqimiz va mustaqilligimizni asliga keltirish, vatanni qo'g'dash vazifasi o'zimiz va oilamizni qo'g'dagandimi büyük va ulug' vazifa dedi. Shaxsiy manfaatni yoki oilaviy manfaatni deb vatan manfaatidan va mustaqil yashash sharafidan voz kechish, vatan millatga xoinlik qilganlik bo'lib qolmasdan, Allohga osiylik qilganlik bo'lib hisoblanadi dedik. Dunyo oxiratligimizni vayron qilganlik bo'ladi dedik. Bu bir yomon oqibat. Alloh hammamizni dunyo va oxiratda bunday rezillikdan qo'g'dab qolsin. Amin. Shuning uchun Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik orzusiga uyg'un da'vo qilayotgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Sürgün Hukumati qurilganligining 20 yilligi munosabati bilan Sharqiy Turkiston xalqiga shunday xitob qilgan bor. Ey suyumlik, mazlum Sharqiy Turkiston xalqi. Biz o'z hukumatimizning atrofiga zich uyushib mustaqilligimizni asliga keltirish harakatiga umumyuzlik qatnashaylik. Xitoy istixborotiga hushyor bo'laylik qarindoshlar. Xitoy istixboroti hamma yerda bor. Biz bir musulmon xalq sifatida mustaqillik maydoniga kelsak, begimiz Allohning rahbarligini qabul qila olsaqla, ikkala dunyoda yuzimiz oq bo'ladi. Allohning yordami bilan maqsadimizga yetishimiz inshaalloh.
Allah hemmimizni dünya ve ahirette baxtli qilsin. Hozircha deydiganlarim shunchalik. Rahmat. Pek yaxshi so'zlab berdingiz. Diniy nuqtadan bu bizning qilayotganimizningki mustaqillik yo'lida mengayotganimizning ibodat ekanligi, bizning qilayotganimizning Alloh rizosi uchun ekanligi. Bundan keyin bu qitimliq 20 yillik muborak kunimizga butun xalqning kelishini taklif qildingiz. Hammalarningki agar shu imkoniyati bo'lsa kelishinglarni qarshi olamiz. Endi men o'zimningki tariximdan misol olib bir gapni dey. Özünü çoğ biliş ve özünün qadrini qilish bir millatning sapo jumlasidandir. Men yaponlikning o'zligiga bergan qadr-qimmat tuyg'usiga aprini qo'yman. Ularning o'z davlatini o'z uyidan ko'ra ko'rishlari, o'ziga xos narsalarni, o'z an'anasini qadrlashlari, o'z odamlarini cho'ng bilib asrashlari, beshi qilib ko'tarishlari menda hurmat tuyg'usi uyg'otadi. Bizchi? Biz o'zimizga xos narsalarni qadrlayotgandik. Xitoylar bar kuchi bilan bizning xosligimizni yo'q qilayotgan mushu zamonda nima bizga xos edi? Biz qilgan barligimiz, ya'ni tilimiz, qulluqni qabul qilmas ruhimiz, tarimda qadimiy ajdodlarimiz, tariximiz, dinimiz, o'zligimiz cho'nqir o'rnagan yoshirin engimiz va shu engimizdagi vatan sevgisi bizga xos edi. Abduqodir Domollam isloh qilgan madras tarbiyasi bizga xos edi. Dal shu tarbiyada yetishgan davlat otamiz Sobit Domollam bizga xos. Ushbu vajdan oy yulduzliq ko'k bayroq bizga xos. Ko'k bayrog'imizning sha'niga dog' tekkizish, butun millatning mustaqillik irodasini payhon qilish, o'yon qilish bizga xos emas. O'zimizni sevishni, qadrni qilishni o'rganaylik qarindoshlar. Xitoyga ishlaydigan xoin mustaqillik ko'rishimizning dushmanilar bo'lmasa, Xitoydan iborat g'oyat zo'r dushmanimiz bizga yetib oshadi. Ulug' Alloh bizni iymonimizdan, vijdonimizdan, vatan sevgisidan, to'g'ri yo'ldan ayirmag'ay. Amin. Abdulla Domollam vaqtingiz ko'pdan ko'p rahmat. Vaqt munosabati bilan bizning programmamiz mishada oxirlashdi. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Xayr. Allohga emanet. Allohga emanet.